Cobalt rusumli avtomobil to'xtatildi. O'zbekistonda yirik miqdordagi giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi dorilar musodara qilindi. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar va bojxona organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir necha holat fosh etildi. Birinchi holatda Qarshi-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Cobalt avtomobilda bo'lgan andijonlik yo'lovchi sumkasidan 5 kilogramdan ortiq gashish topilgan. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida esa bir fuqaro o'z tomorqasida 33 tub kannabis yetishtirayotganligi aniqlangan. Uning xonadonidan yana 7 kilogramdan ortiq marixuana musodara qilingan. Farg'ona viloyatida o'tkazilgan tadbirda esa Lacetti avtomobilda ketayotgan shaxslarda 1200 dona tropikamid dorisi topilgan. Keyingi tezkor harakatlar davomida yana bir necha gumonlanuvchi qo'lga olinib, ulardan qo'shimcha tropikamid va regapen preparatlari ashyoviy dalil sifatida qo'lga olingan. Tergovga ko'ra ushbu dori vositalari Qirg'izistondan aylanma yo'llar orqali olib kelingan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Anhoruzda qoling.